Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 37-darsini o'qiymiz. Endi biz bugungi darsimizni boshlashdan ilgari arab tili grammatikasining umumiy xaritasini biz bugun o'qimoqchi bo'lgan yagichalik qisqacha eslab o'tamiz. Biz darsimizning 5-dan boshlab arab tili grammatikasi, ya'ni an-nahvni faqat ikki narsa ustida to'xtaladi degan. O qaysi? Kalima va kalam. Söz va jumla. Demak, arab tili grammatikasi faqat söz va jumla haqida to'xtaladi. So'zni 3 turga bo'lib so'zlaydi. So'zni 3 turga bo'lib so'zlaydi. O qaysi? Ism, fe'l, harf. Ism cho'ng jihatdan 2 turga bo'linadi. Mabni ism, mu'rab ism deb. Biz mabni ismlar bilan tanishib qoldik. Bundan keyin biz mu'rab ismlarga kirishdan ilgari mu'rab ismiga aloqador bo'lgan bir qism qoidalar bilan tanishib chiqdik. Masalan, ismning i'robning turlari deganga o'xshagan. Undan keyin mu'rab ismni cho'ng jihatdan 3 turga bo'ldik. Marfu'at ism, mansubat ism, majrurat ism deb. Biz marfu'at ismlar, mansubat ismlar va majrurat ismlar bilan tanishib qoldik. Undan keyin mu'rab ismning qatoridan tavabi'larni so'zladik. Ya'ni ergashuvchi ismlar. I'rob jihatda ilgiristiki ismga ergashib i'rob beriladigan ismlar haqida to'xtaldik. Undan keyin ismlarning turlari haqida to'xtaldik. Sahih ism, shibhi sahih ism, maqsur ism, manqus ism, mamdud ism deganga o'xshagan. Demak, biz bugungi darsimizga kelganchilik ism haqida to'xtalib qoldik. Ya'ni ismga aloqador bo'lgan qoidalarni so'zlab qoldik. Endi biz bugun fe'l haqida to'xtalamiz. Fe'l haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa, fe'l degan nima deganda biz fe'lni dastlabda tushuntirib bo'lgan. Ya'ni o'zidagi bir ma'noga bildiradigan, shu ma'noda vaqt uqumi bo'lgan so'zni biz fe'l degan. Ya'ni o'zi mustaqil bir ma'noga, harakatdan iborat bir ma'noni ifodalaydigan va shu ma'noda vaqt uqumi bo'lganini biz degan fe'l degan. Masalan, zahaba desak, bordi. Bu berishdan iborat bir ish harakatni qilib berdi. Shundaqla bordi degan gapda vaqt uqumi bor, ya'ni o'tgan zaman vaqt uqumi bor. Bu shuning o'xshagan o'zi bir ma'noni bildirgan. Shu ma'noda vaqt uqumi bo'lib qolsa, biz buni fe'l deymiz. Endi fe'l mushu vaqt e'tibori bo'yicha 3 turlik bo'ladi. Vaqt e'tibori bo'yicha 3 turlik bo'ladi. Chunki fe'l ya'ni ish harakat degan ya o'tgan zamonda tushgan bo'ladi, ya hozirgi zamonda tushgan bo'ladi, yoki kelgusi zamonda tushgan bo'ladi, yoki masalan buyruq shaklidagi fe'llar bo'ladi. Mana shu nuqtadan, ya'ni vaqt e'tibori bo'yicha fe'l 3 turlik bo'ladi. Deydi, al-fi'lu bi'atibari zamanihi thalathatu aqsam. Fe'l vaqt e'tibori bo'yicha 3 qism bo'ladi. Vaqt e'tibori bo'yicha 3 qism bo'ladi. Deb madi, ya'ni o'tgan zaman fe'li edi. Madin o'tgan zaman fe'li. O'tgan zaman, ya'ni madi fe'l degan qanday fe'l deganda, ya'ni o'tgan zamanni bildiradigan fe'l. Buning o'lchamlik tushuntirilishi ta'rifuhu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun biz zamanil madi. O'zdagi ma'noga o'tgan zamonga bog'lanib turib, o'tgan zaman bilan birlashib turib, o'zdagi ma'noga dalolat qilgan narsa. O'zi bir ma'noga dalolat qildi. Dalolat qilgan ma'nosida o'tgan zaman uqumi bo'lgan bo'lsa, biz buni fi'l madi deb ataymiz. Masalan, jaa keldi, ya'ni keldi. Qachon keldi? O'tgan zaman. İjtahada tirishdi, ta'allama o'rgandi, hammasi o'tgan zaman. Endi bu fi'l madini, ya'ni o'tgan zaman fe'lni fi'l mudori'dan ayirib turadigan bir alomati bormi deganda, buning o'ziga xos bo'lgan alomatlari bor. Alamatuhu, uning alomati birinchidan ayyaqbalata at-ta'nith as-sakina. Sakinlik ayollikning ta'sirini qabul qilish buning birinchi alomati. Masalan, katabat, zahabat, jalasat, waqafat degandagi mush oxiridagi sakinlik ayollikning ta'sirini qabul qilishi bu fi'l madining birinchi alomati. Chunki fi'l mudori yoki fe'l amri bu ayollikning ta'sirini qabul qilmaydi. İkinci alameti avta ad-damir yoki damirning ta'sirini qabul qilish. Masalan, katabta
ketabti deganga o'xshagan, ha? Ketabta, ketabti. Masalan, ketabta desek ikkinchi shaxs bir muxotabning zamirsini qabul qildi. Ketabti desek ikkinchi shaxs muxotab ayollikning zamirsini qabul qildi degan. Demak, fe'l modininki alomati birinchidan sokinlik ayollikning ta'sirini qabul qilish yoki domirining ta'sirini qabul qilish. Ketabta, ketabti deganga o'xshagan. Endi mudari. Ya'ni fe'l vaqt e'tibori bo'yicha birinchidan modi deb bilinadi ekan, o'tgan zamon fe'l, ikkinchisi mudari. Mudari degan qaysi zamonga tava deganda, mudari ko'pincha hollarda peshiga sen yoki so'f kelmagan ahvollarda ko'pincha hollarda hozirgi zamonni bildiradi. Ammo peshiga sen so'f kelgan yoki jumladagi o'rnini shuni taqozo qilgan bo'lsa, kelgusi zamonni. Demak, bu hozirgi va kelgusi zamonga qo'llanadi. Mudari deganning tushuntirilishi ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun biz-zaman yahtamilu al-hala wal-istiqbal deydi. O'zdagi ma'noga hozirgi va kelgusi zamonni ehtimol qiladigan vaqtga birikib turib bildirgan narsa. O'zdagi ma'noga hozirgi va kelgusi zamonni ehtimol qiladigan vaqtga bog'lanib turib bildirgan narsa. Masalan, yaji'u desak kilovatudumi deganmi bo'ladi, kilodu deganmi bo'ladi. Yajtahidu desak tirishadi yoki tirishyapti. Ammo beshiga sin yoki so'f qilsa mutlaq kelgusi zamonni bildiradi. Endi buning alomati buningmi fe'l modidin va fe'l amrdan ayirib turadigan alomati bormi deganda, alamatuhu buning alomati o'zi xos bo'lgan alomati birinchidan ayyaqbala as-sin sinni qabul qilishi, masalan sa'adhabu, sayajidu, sayaji'u, sayajtahidu deganga o'xshagan. Yoki sawfuni qabul qilishi, sawfa adhabu deganga o'xshagan. Yoki lamni qabul qilishi, lam adhab deganga o'xshagan. Yoki lanni qabul qilishi, lan adhaba deganga o'xshagan. Demak, sinni, sawfini, lamni, lanni qabul qilishi bu fe'l mudari'ning o'ziga xos bo'lgan xususiyati. Har qanday bir fe'lning oldiga lan, lam, sawfa, sin kelgan bo'lsa, bu fe'l mudari ekan deb qarasak bo'ladi. Masalan, sayaqulu, sawfa yaqulu, lam adhhab, lan ata'akhkhar deganga o'xshaydi. Bularning hammasi biz deymiz fe'l mudari deymiz. And uchinchisi fe'l amr. Bu mutlaq kelgusi zamonni bildiradi. Kelgusi zamonni bildiradi. Fe'l amr degan qanday fe'l deganda, bu buyruq fe'l. İkinci shaxs bir anglag'uvchidan birini biz bir ishni buyurmoqchi bo'lsak, uningga fe'l amr. O'qu, oltu, yoz, bag'in deganga o'xshash buyruq qilamiz. Buning tushuntirilishi ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li min al-fa'il al-muqatab bighayri lam al-amr. Amrning lamini keltirmay. Bighayri lam al-amr deganimiz amrning lamisiz muqatab bir qilg'uchidan hareketning kuyishini talab qilish. Masalan, men sizlardan uktubu desam, yezinglar desam, sizlar muxotab bir ish harakatini qiluvchi bo'laman. Sizlar muxotabdan men yezishdan iborat bu ish harakatining yuz berishini qanday qildim talab qildim. Yezinglar. Demak, amr deganimiz lamil amrsiz muxotab, ya'ni ikkinchi shaxs bir ish harakatini qiluvchidan ish harakatining kuyishini talab qiladigan narsaga dalolat qilgan narsani biz bildiramiz, fe'l amr deymiz. Ama bir yerda amrning lamisiz degan bir gap chiqdi. Amrning lamisiz degan nima degan gap deganda, odatda amr g'oib yoki amr bilam deb bir xil amr bor, amrning lamida shakillanadi. Masalan, idhab bo'lsa, bag'in bo'lsa, liyadhab bo'lsa, basun. Uchinchi shaxsga buyruq qilmoqchi bo'lsak, amrning lam bilan eklamiz. Shunga asli amrda amrning lamisiz keladi. Agarda biz uchinchi shaxsga buyruq qilmoqchi bo'lsak, undan keyin amrning lamini eklamiz. Liyadhab, liyaktub, basun, yasun deganga o'xshaydi. Ammo mutlaq holatda amr, fe'l amr deb kelib qolsa, bu ikkinchi shaxsning bir ish qilishini talab qilganligini bildiradigan bir fe'lni ko'rsatadi. Endi bu fe'l amrningki o'ziga xos bo'lgan alomati chu desa, uning alomati ayyadulla ala talab bis-sig'a. Bu bir qurilma bilan o'ziga xos bo'lgan qurilma bilan talab qilishga dalolat qilish. Chuqur u bir ishni talab qilish uchun dalolat qilgan bo'lishi kerak. Ma'qubulihi ya'ul muannafil muxotaba. İkinci shaxs ayollikning yasini qabul qilish bilan birga. Masalan, ijtihidi, uktubi, bundimi oxirgi ya
ikkinchi shaxs ayollikning chu yasi. Buni qabul qilish bilan birga xos qurilma bilan, o'ziga xos bo'lgan qurilma bilan talab qilishga dalolat qilish amrining chu alomati. Demak, biz fe'lni vaqt e'tibori bo'yicha modi, mudori, amr deb chu uch turga bo'lamiz. Endi bu modi nereden kelib chiqqan, mudori nereden kelib chiqqan, amr nereden kelib chiqqan deganda odatda fe'l modi masdardan chu ilinadi. Fe'l modi masdardan ilinadi. Xilma-xil vaznlar bilan. Deydi, al-modi yu'khadul modi min al-masdar ala awzan muxtalifa. Mazi masdardan xilma-xil vaznlar bilan ilinadi. Masalan, kataba, akrama, intalaqa, istarshada degan o'xshaydi. Bularning hammasi chu, ya'ni modi. Hammasi xilma-xil o'lchamda. Kataba fa'ala o'lchamda, akrama af'ala o'lchamda, intalaqa infa'ala o'lchamida, istarshada istaf'ala o'lchamida. Demak, xilma-xil o'lchamda bu masdardan kelib chiqadi. Demak, fe'lning asli kelib chiqishidan keyin masdar ismdir. Mudari mazidan ilinadi. Ya'ni yu'khadul mudari min al-madi. Madi mudari madidan ilinadi. Ziyadati harfun min ahrufil mudari'a. Mudariyat harflaridan bir harfni ortiq qilish bilan uning beshida. Ya'ni arab tilidagi mudariyat harfidan birini fe'l madining beshi ortiq qilish bilan biz fe'l mudari yasaymiz. Unda bo'lsa fe'l mudoriyat harflari qaysi deganda hamza, ta, nun, ya. Buni yig'inchoqlasak atayna degan so'zga yig'iladi. Atayna degan so'zdagi alif, ta, ya, nun. Mana bular mudoriyat harflari. Fe'l mudorining boshida cho'qim mush harflarning birisi kelgan bo'ladi. Azhabuda alif keldi, tazhabuda ta keldi, yadhabuda ya keldi, mushuning o'xshagan. Nadhabuda na keldi, mushuning o'xshagan. Unda fe'l amri cho desa, fe'l amri mudoritni aladi. Demak, fe'l madi masdardan chiqariladi. Fe'l madidan mudori chiqariladi, mudoritdan amr chiqariladi. Mushu bo'yicha ma'noda. Bu fe'l mudoridan amr qanday chiqadi deganda, fe'l mudoridan amr fandagi usul bo'yicha chiqadi. Yu'khadul amru min al-mudari' deydi. Amr, ya'ni fe'l amri mudoridan ilinadi. Qanday ilinadi? Bi hazfi harfil mudari'. Mudoriyat harfini tashlash bilan. Ya'ni biz fe'l mudoridan amr chiqarmoqchi bo'lsak, oldi bilan qildiqashimiz ekan, bu fe'l mudoridagi mudoriyat harfini cho'yib tashlaymiz. Beshidagi mudoriyat harfini ib tashlaymiz. Masalan, yadhhabu desak, yadhhabu degandan biz fe'l amr yasmoqchi bo'lsak, yadhhabu degan fe'l mudori'ningki beshidagi mudoriyat harfini cho'yib tashlaymiz. Yadhhabudagi yana tashildi. Ya'dan keyingi harf bu yerdagi za harf qanday harakatli? Sukun harakati. Buni o'qig'ilandi bo'lmaydi. Sukun bilan gap boshqalib bo'lmaydi. Fa in kana ma ba'da harf al-mudari'a mutaharrikan, agar mudoriyat harfidan keyingi narsa mutaharrik, ya'ni harakatli bo'lsa, sukundan boshqa harakat bo'lsa mutaharrik bo'ladi. Harakatli bo'lib qolsa, turika ala hali. O'z holi qolib qo'yiladi. Va in kana sakinan, agar sakin bo'lib qolsa, xuddi yadhhabu degan o'xshash, sakin bo'lib qolsa, zidat hamzatul wasli mazmumatan in indamma aynuhu. Agar sakin bo'lib qolsa, mudoriyat harfini tashlab qo'ygandan keyin undan keyingi harfi sakin bo'lib qolsa, hamzatul wasli, tashqilgan hamzatul wasli ortiq qilinadi. In indamma aynuhu. Agar uni ayni, ya'ni fa'ala degan o'lchamdagi, yaf'alu degan o'lchamdagi ayning barobaridagi harfi tashqilgan bo'lsa, tashqi hamzani kelamiz. Va hamzatul wasl maksura in infataha aw inkasara. Va zir qilgan hamzatul vaslni kelamiz agar uning ayni, ya'ni ayning barobaridagi harfi zir qilgan bo'lsa yoki zir qilgan bo'lsa. Demak, biz yadhabu degan fe'ldan amr chiqarmoqchi bo'lsak, oldi bilan biz buni mudoriyat harfini cho'yib tashlaymiz. Undan keyin bu mudoriyat harfidan keyingi harfi harakatli bo'lib qolsa, shu bo'yicha qolib qo'yamiz, fe'l amri bitadi. Agar sakinlik bo'lib qolsa, biz buning beshiga agar yaf'alu, yadhhabu degandagi ayning barobaridagi harfi tashqi qilgan bo'lsa, tashda hamza, ayning barobaridagi harfi zir yoki zir qilgan bo'lsa, zirlik hamza kelamiz. Masalan, yadhhabu, yaf'alu, ayning barobaridagi harf qaysi? Ha. Bu yerdagi ha nima qilibdi? Zir qilibdi. Demak, ayning barobaridagi harfi zir yoki zir qilsa, bunga zir qilgan hamzani kelamiz, nima bo'ladi? Izhab. Shunday oxirida buning oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Nima bo'ladi? Izhab bo'ladi. Izhab.
Kendiki misallarga qarasak, hasib, uqtul, izhab, ijlis. Hammasi fe'l mudori'dan cho biz hozir so'zlagan qoida bo'yicha chiqqan. Masalan, hasib cho yuhasaba yuhasab. Hasab yoki hasib. Yuhasib masalan. Ya harfini tashildiq, yuhasib shundaqo. Ya harfini tashildiq, yadan keyin harf qanday ekan? Ha. Harakatlikkan. Unda o'z bit qilib qo'yamiz. Nima bo'ldi? Hasib bo'ldi. Fe'l amrining oxiri shu sakin qo'llanadi. Biz buni banda so'zlaymiz. Endi biz fe'lni vaqt e'tibori bo'yicha fe'l madi, fe'l mudori, fe'l amr deb uch turga bo'ldik va buning tunishtirilishi o'ziga xos bo'lgan alomatlar bilan tunishib chiqdik. Va bularning asli nimalardan kelib chiqilganligi haqida to'xtaldik. Endi fe'l xuddi ismga o'xshagan mu'rab, mabni deb ayriladi deganda al-fi'lu min haythu al-i'rab wal-bina'i qisman. Fe'l i'rab va mabnilik, ya'ni mu'rab va mabnilik jihatdan ikki qism bo'ladi. Demak, fe'lni ismga o'xshash mu'rab fe'l va mabni fe'l deb ikkiga bo'linadi. Unda bo'lsa, u mu'rab fe'l qanday bo'ldi? Mu'rab fe'l degan qanday bo'ldi? Biz mu'rabning nimaligini so'zlab bo'ldik. Shundaqo, mu'rab deganimiz beshiga kelgan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan uning oxirisida o'zgarish bo'ladigan fe'llarni biz, o'zgarish bo'ladigan so'zlarni biz nima deymiz? Mu'rab deymiz. Mayli ism bo'lsin, mayli fe'l bo'lsin. Demak, fe'lning ichidan bu mu'rab bor. Oldiga omil, xilma-xil omil kelsa, oxirisi xilma-xil bo'ladigan va mabnisi va bir xil o'zgarmaydigan mabnisi bor. Bunda bo'lsa, bu fe'llardan mu'rab qaysi deganda, birinchidan mudori fe'l mu'rab. Mudori fe'l mu'rab. Madi amr fe'lcho bo'sh qismat. Demak, biz fe'lni uch turga bo'ldik. Madi, mudori, amr deb. Buning uchun mudori mu'rab, madi bilan amrcho mabni. Lekin fe'l mudorining hammasi mu'rabmi deganda, fe'l mudorining faqat ikki xil holatida mabni bo'ldi, undan qolgan holatda mu'rab bo'ldi. Deydi, "İza lam yattasil bihi nunu tawkid." Agar fe'l mudoriga ta'kidning nuni ulashmasa va ayollikning nuni ulashmasa mu'rab bo'ladi. Agar ta'kidning nuni ulashib qolsa yoki ayollikning nuni ulashib qolsa mabni bo'ladi. Masalan, ayollikning nuni ulashib qolganining misoli yazhabna, tazhabna deganda oxiridagi nunun nisbaba va yoda zabarga mabni deymiz. Ondan boshqa holatlarda yazhabani, tazhabuna, tazhabina degan bu holatlarda mu'rab bo'ladi. İkinciden ta'kidning nuni ulashmaslik kerak. Masalan, yazhabanna, tazhabanna, yazhabanni tashdiq yoki muhaffaf bo'lsin, malika mushaddad tashdiq bo'lsin, ta'kidning nuni ulashib qolsa bu vaqtda mabni bo'ladi. Demak, fe'l mudori ayollikning nuni va ta'kidning nuni ulashmagan vaqtda nima bo'ladi? Mu'rab bo'ladi. Masalan, yazhabu, lan azhaba, lam azhab. Qaraydigan bo'lsak, yazhabuni nima qildi? Fasha qildi. Oldiga hech qanday omil kelmagan vaqtida fe'l mudori'ni albatta fasha qo'yamiz. Shundaqla har qanday ismni oldiga hech qanday omil kelmagan vaqtida fasha qo'yamiz. Lan azhaba. Demak, bu yerda azhaba nima o'zgardi? Zvar o'zgardi. Lam azhab bu yerda sukun o'zgardi. Demak, bu yerdagi fe'l mudori oldiga kelgan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan oxirisi xilma-xil bo'ldi. Ya'ni lan azhabada zvar qilg'uchi omil kirdi, oxirisi zvar bo'ldi. Lam azhabda sukun qilg'uchi omil kirdi, oxirisi bo'ldi, sukun bo'ldi deymiz. Demak, fe'l mudori mu'rab fe'l. Unda bo'lsa, fe'llarning ichidan mabnilar qaysi deganda biz mabnining nimaligini so'zlab qo'ygan. Mabni deganimiz omillarning xilma-xil bo'lishi bilan oxirisi xilma-xil bo'lmaydigan bir xil turadigan so'z. Fe'ldimi shundaqla o'xshash tunishtirishi bo'ldi. Ya'ni beshi qanday omil kelib kelsin, o'zgarmaydigan fe'llarni biz mabni fe'l deymiz. Mabni fe'llar qaysi deganda, birinchidan fe'l madi. Fe'l madi mabni. Fe'l madi nimaga mabni? Qaysi xil o'qilishga mabni fe'l madi? Ba'ziyada zahaba yolg'iz holatida oxirisi zvar qildi. Ko'plik holatida zahabu vaqt oxirisi fash qildi. Nimaga mabni bo'ldi deganda, mabniyun alal fath. Idza lam yattasil bihi damirun marfu'un mutaharrik wala wawul jama'ati. Fe'l madi zvarga mabni. Idza lam yattasil bihi damirun marfu'. Agar uningga harakatlik, fashlik damir ulashmagan vaqtida va vawul jamaa ulashmagan vaqtida zvarga mabni. Endi harakatlik, fashlik damir degan qaysi desak, zahabu ta, zahabu tum, bu yerda harakatlik marfu' damir ulashdi. Bu yerda nimaga mabni? Nima qildi bu yerda? Sukun qildi. Sukun qildi.
yoki vovul jamoa zahabu desak, bu fe'l mudorining oxirisidagi ba harfi nima qildi? Tashqa qildi. Demak, marfu harakatlik zamir ulashmagan vaqtida va vovul jamoa ulashmagan vaqtida zavarga mabni. Masalan, zahaba, zahaba deganga o'xshagan. Zahaba, zahabat, zahaba. Zahabatni ba'zi var o'qildi, zahabadan ba'zi var o'qildi, zahabadan ba'zi var o'qildi. İkincisi mabniyun ala sukun. Endi fi'l madi birinchidan, ya'ni harakatlik marfu damir ulashmagan va vovul jamoa ulashmagan vaqtida zavarga mabni bo'ldi ekan. Agar bu harakatlik marfu damir ulashib qolsa, nimaga mabni bo'ldi deganda, mabniyun ala sukun idza ittasala bihi damirun marfu'un mutaharrik. Agar harakatlik pashlik damir ulashib qolsa, sukunga mabni bo'ladi. Yoki muannas ko'plikning nun olishib qolsa zavarga mabni bo'ladi. Masalan, zahabta, zahabtum, zahabna, zahabtu, zahabna deganga o'xshagan. Birinchidan marfu mutaharrik. Marfu deganimiz tashlik holatdagi damirlar. Masalan, zahabtu, zahabta fa'ilisi. Shundaqmi? Tashlik holatdagi damirlar olishib qolsa nimaga mabni bo'ladi ekan? Sukunga. Shunga zahabta, zahabna, zahabna hammasini ba harfini nima qildi? Sukun o'qildi. Demak, tashlik harakatlik damir olishib qolsa sukunga mabni yoki ayollikning ko'plikning nuni zahabna deganga o'xshagan. Bunda kelib qolsa bu vaqtda sukunga mabni. Uchinchidan tashki mabni bo'ldi bu jamoatning o'lisi olishib qolgan vaqtda. Masalan, zahabu desak bu vaqtda zahaba degan fe'lning oxiridagi ba nima qildi? Tash o'qildi. Demak, fi'l madi mabni deymiz. Nimaga mabni desa, bu 3 xil harakatga mabni bo'ldi. Birinchidan zavarga mabni. Qanday vaqtda uningga marfu mutaharrik damir ulashmaganda va vovul jamoa ulashmaganda zavarga mabni. Ikkinchidan sukunga mabni. Qanday vaqtda uningga mutaharrik marfu damir ulashgan vaqtda, xuddi zahabta, zahabtum deganga o'xshagan va ayollik ko'plikning nun ulashgan vaqtda nimaga mabni? Sukunga mabni. Xuddi zahabna deganga o'xshagan. Uchinchidan tashki mabni vovul jamoa ko'plikning o'zlashgan vaqtda. Xuddi zahabu desak, bu yerdagi ba harfi nima qildi? Tash qildi. Bu yerda tashki mabni deymiz. Demak, fi'l madi 3 xil harakatga mabni bo'ladi. Zahabu deganga o'xshagan. Endi fe'l amri-chu, fe'l amrimi mabni fe'l? Fe'l amrimi mabni fe'l? Nimaga mabni desa, birinchidan bu sukunga mabni. Qanday vaqt sukunga mabni bo'ldi desa, idza kana sahihal akhir aw ittasalat bihi nunun nisba. Sahih oxirisi sahih bo'lib qolsa, ya'ni oxirgi kesalari bo'lmasa va ayollikning nuni olishib qolsa, bu vaqtda sukunga mabni. Masalan, izhab, ijlis, qif deganga o'xshagan. Demak, oxirisi kesalari bo'lmasa ham yoki oxirisiga ayollikning nuni qo'shilib qolmasa ham, bu yerda nimaga mabni bo'ldi? Sukunga mabni. İzhab, ijlis deganga o'xshagan. İzhab, izhabna deganga o'xshagan. Endi oxirisi kesal harf bo'lmasa shunda bo'ldi ekan, ya'ni sukunga mabni bo'ldi ekan. Oxirgi kesal harf bo'lib qolsa nimaga mabni bo'ldi desa, mabniyun ala hazfi harfil alla. Kesal harfni tashlashga mabni bo'ladi agar oxirisi kesallar bo'lib qolsa. Ya'ni amr fe'lining oxirgi kesallari bo'lib qolsa, bu mabni bo'ldi. Nimaga? Shu kesal harfni tashlab o'tishga mabni bo'ldi. Masalan, ud'u, asli da'a yad'u, oxiri vodni iborat bir nimba kesal harf bor. Yad'u degan fe'l mudoritni amrini chiqaramiz. Buning oxirini sukun qila vaqtda buni oxirgi kesal harf bo'lganligi uchun tashlaymiz. Demak, bu yerda oxirgi kesal harfni tashlashga mabni deymiz. Ud'u, irmi, bu yerda yana tashlaymiz. Üçüncüden mabniyun ala hazfin nun. Üçüncüden fe'l amri nunni tashlashga mabni bo'ladi. Qanday vaqtda desa, idza kana muttasilan bi vawil jamoa. Agar jamoatning vo'siga ulashgan holatda bo'lsa, ya'ni ko'plikning vo'siga ulashib kelgan bo'lsa, masalan, izhabu biringizlar, shundaqmi? Yoki ikkilikning alifiga ulashgan bo'lsa, yoki ikkinchi shaxs ayollik birlikning yosiga ulashgan bo'lsa, nunni tashlashga mabni bo'ladi. Fe'l amri biz nimadan chiqariladi degan, fe'l mudoridan chiqariladi degan. Masalan, ko'plik fe'l amri qanday chiqadi desa, yazhabuna degan fe'ldan chiqadi. Endi bu ko'plik holatida, jamoatning o'zi bor holatda
oxirini sukun qilgan vaqtda buni oxiriga nunni tashlaymiz. Nunni-chu tashlaymiz. Demak, vovul jamoa bo'lishib qolgan vaqtda oxiridagi nunni tashlashga nima bo'ladi? Mabni bo'ladi. İkilikning alifi asli yadhabani degan ikilik fe'ldan amr chiqadi. Biz baytni so'zlagan qoida bo'yicha amr chiqargan vaqtimizda oxiridagi nun shu sokinning o'rnida turadi. Nunni tashlash sokinning o'rnida turadi. Lekin biz bu yerda nunni tashlashga mabni deymiz. Muxotab ya'ni ikkinchi shaxs ayollikning yasidan tushib kelgan vaqtida shunday bo'ldi. Masalan, tazhabina, tazhabina. Bu yerdagi amr chiqargan vaqtimizda tazhabina degan fe'lda mudori harfi bo'lgan ta'nab tashladi. Endi ta'din keyingi harfi va harfi sukunken, ya'ni harakat emasken. Endi buningga qanday harakat nimani kiramiz? Hamzani kiramiz deganda, buning aynan barobarlik harfi zivar o'qilg'achqa, zahaba yazhabu degan fe'ldan chiqqachqa, zir o'qilgan hamzani kiramiz. Izhabina. Endi oxirini sukun qildik. Ya'ni muxotabning bu yerda muxotabningki ikkinchi shaxs ayollikning yosi olishib kelganligi uchun bu vaqtda oxirgi nunni tashlashga mabni bo'ldi. Shu nunni tashlaymiz. Izhabi bo'ldi deymiz. Yazhabu shunga o'xshagan, yazhabani shunga o'xshagan. Tazhabani tazhabuna shunga o'xshagan. Masalan, tazhabuna desak, tazhabuna deb fe'l amr chiqarmoqchi bo'lsak, oldi bilan ta degan mudori harfini olib tashlaymiz. Undan keyin taz yoki va harf sukunkan, bundan o'qig'ili bo'lmaydi. Hamda buni oldiga hamza kiramiz. Qanday hamza kiramiz? Fash o'qilgan hamza kiramdi yoki zir o'qilgan hamzami? Bunun aynan barobarlik harfini nima o'qilgan bo'lsa, ya'ni fash o'qilgan bo'lsa fashlik hamza, zir o'qilgan bo'lsa zirlik hamza kiramiz. Zahaba yazhabu. Aynan barobarlik harfi zir o'qiladi. Unda bo'lsa zirlik hamza kiramiz. Nima bo'ldi? Izhabuna bo'ldi. Bu vovul jamoa. Bu yerda izhabuna degan vovul jamoa bo'lishib keldi. Bunda vaqtda oxirdagi nunni tashlash uchun mabni, shuning uchun nunni tashlatdik. İzhabu bo'ldi deymiz. Demak, oxirgi vovul jamoa bo'lishib qolsa, ikkilikning alif bo'lishib qolsa va ikkinchi shaxs ayollikning yosi bo'lishib qolsa, nunni tashlashga mabni bo'ladi. İzhabu, izhaba, izhabi degan o'xshagan. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi fe'lga munosabatli darsimiz mush yerda to'xtaymiz. Biz davomini kelarki soatlik darsimizda o'qiymiz. Unda bo'lsa vaqtdoshlar kelarki soatlik darsda ko'rishaylik. Buning oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Deydi birinchisi ixtaril ijabata sahiha. To'g'ri javobni tanlang. Birinchisi ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun biz zamanil madi. O'tgan zamonga bog'lanib turib, o'zidagi ma'niga dalolat qilgan narsa nima bo'ladi? Madimi, mudorimi, amrimi? To'g'risini tanlaysiz. Mushuning o'xshagan to'g'ri javobni tanlasanglar bo'ldi. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.